Sizin makinede bazı kitap var mı? Hozir, hozir. 91'lik. Ha. 94 Sharof Rashid muzey bo'yicha shug'ullangan respublika komissiya bilan birgalikda sobiq o'sha Yangiobod sovxozining direktori Abdurahmon akani boboni uyida bo'ldik, mehmon bo'ldik. U kishidan allaqancha taassurotlar oldik. Taassurotlar endi respublikada ketadi va Jizzaxdagi uy muzey turadi. Tarixga yana qaytadan shug'ullandi. Biz vakil bo'lib qatnashib keldik. Mana qarang. Hali ham Shaxmat o'ynab turasiz. Shaxmat o'ynab turasiz. Ana shuni ko'proq o'ynash kerak. hali ham xotira zo'r. Xotira zo'r. Yangiobodlik ham bir salom aytib qo'ying Yangiobodliklarga ham. Yangiobodliklarga ham salom. Yangiobodlarga salom ayting, bu nimaga ekranga chiqarib yuboradi. Rolik bor. Aytavering. Aytavering. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rizqlaringiz baland bo'lsin. Bola chaqalaringizni orzulasini ko'rib, uzoq yillar duoga bo'linglar. Aytganingiz. Katta rahmat. Mana bugun mehmonlar bilan birga o'tirdik. Yaxshigina suhbat qildik. Xudo xohlasa yaxshi kunlar ko'rishamiz. Albatta. O'tinglar Jizzax. Xudo xohlasa o'tamiz sizlar. Hop. Katta rahmat. Ko'rishamiz yaxshi kunda. Hop. Albatta, men kelaman.